Xullas, qarindoshlar, shu desanglar, mana shunaqangi ko'mir pechenyeni o'zim tayyorladim. Shunaqa ko'mir pechenyeni qanaqa qilishni bilmayotgan bo'lsanglar, kelinglar. Bugun sizlarga o'zim o'rgataman. Buning uchun bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladigan narsa Chin bozor do'konimizda sotilayotgan aynan mana shunaqa ko'mir pechenyelarni, har xil shakllarni yokida hayvonlarni, sizlar o'ylagan hayvon emas, multfilm qahramonlari. Xullas, mana shu qo'limdagi pechenye qolib kerak bo'ladi, qarindoshlar. Ana undan keyingi asosiy mahsulot esa bu pechenyeni mana shunaqa plastilinga o'xshaydigan xamiri kerak bo'ladi. Boshqa xamirlarni shafqatsizlarcha yoygan bo'lsanglar, bu xamirga shafqat ko'rsatgan holatda mehr bilan yoyish kerak bo'lar ekan. Hozir meni xamir yoyganimni ko'rgan xolalar ketma-ket dardini dasturxon qilishni boshlaydi. Qizimni shunga bersam bo'lmasmidi? O'zi xamir yoyib, o'zi uylarni yig'ishtirib, o'zi kutib olib o'tirardi. Shunaqa kommentlar yozadigan xolalar, savolda, siz qizingizni uylantirmoqchimisiz yoki uzatmoqchimisiz? Ha, men bu ishlarni reklama uchun qilaman. Chin bozor do'konidagi mahsulotlarni men shunaqa ishlatib ko'rsatib bermasam, boshqa birov ko'rsatmaydi. Yokida boshqa birov ishlatib ko'rsatib berish uchun pul to'lashim kerak. Zaril ketdimi? Uncha-munchasidan ko'ra yaxshiroq reklama qilaman o'zim. Xullas, bu ishlarni videoda qilyapti degani, uyda ham xuddi shu ishlarni qiladi degani emas. Qizinglarga boshqa nomzod topsanglar bo'laveradi. Voy, mana u pechenyelarni shirinligini, pechenyelarni qilish bunaqa arzon va bunaqa tez bo'lishini bilganimda men umuman ko'chadan pechenye sotib olmagan bo'lardim. Voy, 15 minutga qolmasdan pishdi-ya bu pechenyelar. Qani eng asosiy joyi, degustation joyi, qarindoshlar. Hamma videolarimni oxirigacha imенно shu degustatsiya joyi uchun ko'rasizlar, bilaman. Chunki qarindoshingiz kadr oldida shunaqa mazali qilib yeyishi qoyillataman-de. Xullas, pechenyemiz juda ham zo'r chiqibdi. Albatta, aynan mana shunaqangi pechenyelardan o'zingiz va bolalaringiz uchun tayyorlab bering, qarindoshlar. Aytgancha, pechenyeni tayyorlash uchun sizda qolip yo'q-u, qolipni qayerdan olamiz deydigan bo'lsangiz, yo'li juda oson. Hammamiz biladigan uzun marketga kirib, qidiruv bo'limida Chin bozor deb yozib qidirasizlar. Qarabsizki, birinchilardan bu qarindoshingizni do'koni chiqib keladi. Aynan mana shu yerdan. Qarindoshingiz sizga reklama qilib ko'rsatadigan barcha mahsulotlarni aynan mana shu yerdan topishingiz va butun O'zbekiston bo'ylab buyurtma qilishingiz mumkin, qarindoshlar. Hozirgina reklama qilingan pechenye qolipni bittada topish uchun poiskga pechenye deb yozsanglar, shunda mana shu qolip chiqib keladi. Mana aynan o'sha hozirgina qarindoshingiz ishlatib ko'rsatib bergan qolip bemalol butun O'zbekiston bo'ylab zakaz qilsanglar bo'ladi, qarindoshlar. Sizlar bilan qarindoshingiz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha qarindoshlar, sog' bo'lasizlar.